Assalomu alaykum, Baraka 4 kanali obunachilari. Bugun sizlarga reklamadan joyim Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumani Sputnik dahasida joylashgan 3 xonali kvartira bo'ladi. Podvali bor. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Maktab, tesisot yoki dokumentlari 100% tayyor. Toza remontdan chiqqan 3 xonali uy. Koridori. Eshikka koridordan kirganingizdan keyin chap qo'lda spalni ko'rishingiz mumkin. Keyin beri banyosi, tualeti joylashgan. Bir bir xonasi bor, spalni. Tesis kommunikasiya ham bo'ladi. Kimda kim shunday joy reklama etacak bo'lsa, yer uchastkasi reklama etacak bo'lsa, bemalol ekranda ko'rsatilgan nomerga murojaat etaverasizlar. O'zim chiroyli etib reklama etib beraman. Reklama qilish besplatniy sharti. Baraka 4 YouTube, Instagram kanallarına podpisatsiya bosgan bo'lishingiz kerak. Bu zal joy. Eni 4 metr, uzunasi 7 metr. Toza remontdan chiqqan ekan. Doğru gelib yashab ketaverasizlar. Keyin ichida yana bu televizor, konditsioner, mebel sevillar kelishingiz bog'liq. Gelirsangiz qolaveradi shunda, bo'lmasa olib ketadi ekanlar. Bu yerda kuxnisi joylashgan. Shunday joy izlab yurgan danışib ishlar bo'ladigan bo'lsa, shu videoni yuborib tashlaymiz. Baraka 4 kanalidan podpisatsiya bosib qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa birdan like bosamiz. Yokilarga jo'natib tashlaymiz. Narxi $23,000 ekan. O'zi asli $25,000 deb reklama etilgan. Sodalashib, kelishib, aytdim arzonroq etib qo'yik deb keyin $23,000 tushirdik bahosini. Ekranda nomerlarni yozib qoldiraman. Bemalol telefonlashib, kelishib gaplashaverasizlar. Qo'llab-quvvatlab turgan hammaga rahmat. Videoning oxirida hozir manzilni yana bir marta chiroyli etib tushuntiraman. To'liq manzilni aytaman. Manzil do'stlar, bu tarafda bank bor, Salarakda Hamza maktab, Desat, Shomatab tarafdan kelishdi. Shundan girib boriladi. Bu tarafda Hokimbog' tarafdan kirib kelinadi. Qozog'iston ko'chasida ekan. Shundan girib boriladi. Shundan girib boriladi do'stlar. Maktab, tesisot hamma narsa yaqin. Ekranda egasini nomerini yozib qoldiraman. Yana do'stlar manzil 17-dom 14-kvartira. İnamcalarım bilan xabarlashasiz.